Bugungi kun tadbirkori nafaqat oilasi, balki mahalladoshlari bandligiga hissa qo'shib, yurt obodligiga, xalq farovonligiga xizmat qilmoqda. Sho'rchi tumanidagi Sovjiron bobo mahallasida istiqomat qiluvchi vohadoshimiz tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yib, mahalladagi ko'pgina ishsiz yoshlarning bandligini ta'minlagan. Muxbirimiz lavhasida shu haqida so'z yuritiladi. Bir ishning boshini tutib, uni rivojlantirib yo'lga qo'yish insondan nafaqat vaqtni, balki sabrni, mehnatni talab qiladi. Reportajimiz qahramoni Furqat Xurramov ham beton plitalarning 40 ga yaqin turini bugun ishlab chiqarmoqda va aholiga mahsulotlar yetkazib bermoqda. Bir qarashda mana og'irligi ham ko'rinib turibdi. Shuning uchun ham bu erkaklarga xos bo'lgan mehnat faoliyati hisoblanadi. Furqat aka esa o'zi o'rgangan sohani bugun mahalladagi uyushmagan va ishsiz bo'lgan yoshlarga o'rgatib kelmoqda. Biz ham shu tepalikka birdan chiqamiz deb o'ylagandik. U birdan chiqib bo'lmasa, sekin-sekin chiqar ekan. Ishlayman desa, harakat qilsa, o'zimiz vatanda O'zbekistonda bemalol ishlab pul topsa bo'ladi. Faqat odamni o'ziga bog'liq. Harakat qilish kerak, intilish kerak. Men bu ishimni boshlashimdan oldin 2015-yili Rossiyaga borib o'rganganmiz. Har bitta rang uchun pul berganmiz. Qizil rangni qanday quyiladi bu yerda, qorasi qanday quyiladi, oqi qanday quyiladi, xomashasi qayerdan kelyapti, hammasini o'rganib chiqib, mana shu darajaga yetib kelganmiz. Furqat Xurramov bir necha yillar oldin xorijga ishlash uchun ketganda u yerda juda ko'p bo'lmagan maosh uchun ishlab yurgan. Ma'lum muddatdan so'ng ona vataniga qaytib o'z tadbirkorligini boshladi. Insonda katta bir maqsad qo'yish kerak-da. Hokim yordamchisi tavsiya qildi. 33 millionlik kredit olganmiz, uni yopdik, uni qutulib bo'ldik. Yaqinda 100 millionlikda 200 million kredit oldik. Ana shu kreditimiz orqasidan ham ancha rivojlanyapmiz. Yetarli mahsulotlarimiz yo'g'ida yetkazyapmiz, fason dizaynlar kirityapmiz. Hozir ishimiz rivojlanib ketdi, xudoga shukr, ancha yaxshimiz. Bu plitka mahsulotlarimizni ishlab chiqarishga bizga 4-yil bo'layotgan bo'lsa, hozir biz qilayotgan daromadimiz boshlangan vaqtlarimizda juda 20 million, 30 millionlab oyiga daromad qilishimizning o'rniga qarzga kirib ketganmiz. Dadam aytardi, ayam aytardi, ishing og'ir, bu ishingni yig'ishtir, to'xtat. Yo'q dedim, to'xtatmadim men. 20 million, 30 million, 40 millionlab qarz kirgan taqdirimda ham izlanish bilan izlandim, yana yaxshi davom etib ketaverdim-da. Faqat o'zim rivojlantirish uchun ishladim. O'zimni oilamga, byudjetimga daromad kirgizishni hayolimga keltirmaganman-da. Ishlasam, rivojlantirib olsam, shu bitta bo'lsam ko'zga ko'rinsin deb ishlaganman. Bu yerda ayollarni ham ishlayotganini ko'rishimiz mumkin. Haqiqatan ham aynan og'ir bo'lmagan yengil qismida ayollar ishtirok etgan holda ushbu sohada band bo'lgan. E'tiborlisi uning uyida bekor o'tirgan insonni uchratish qiyin. Sababi Sayxunobod tajribasi asosida xonadonga 4 bosh qoramol, 20 ta tovuq olib kelingan. Hovli yonidagi 12 sotix tomorqada esa piyozlar bo'y cho'zgan. Bo'sh vaqtlarimiz farzandlarimizning ishlariga yordam berib, sexdagi ishlarga ham ozroq yordam berib turamiz. Bundan tashqari dala ishlarimiz bor, chorvachiliklarimiz bor. Dehqonchiliklarimizdan ham bu yil piyoz ekkandik, o'tgan yilgi kartoshkamizning hosili ham yaxshi bo'lgan. 18-20 million daromad olganmiz kartoshkadan. Bu yil mana piyoz ekdik. Xudo xolasa piyozda ham daromadlari yaxshi bo'ladi degan niyatdamiz. Bekorchilik vaqtimiz o'zi yo'q bizning. Oilamizda hamma ish bilan band. Hozir oylik daromadimiz o'zimizniki 20 million, 25 million oyiga daromad qilamiz. Ishchilardan tashqari ishchilarga oylik beramiz. Ishlayotgan bolalardan hozir 7 ta 8 ta bola ishlaydi. Ana shu bolalar hozir oyiga oylik daromadi 5 million, 6 million oylik oladi o'zimizdan. Oilasini bemalol boqyapti. Hamma narsadan, rasxoddan, gaz, xomashyolardan tashqari 20-25 million, 30 milliongacha, 40 million ham bo'lib ketadi bir xil payt. Endi mijozlarga, buyurtmalarga qarab ishlayveramiz. Bizga yiliga 300 million, 400 milliongacha daromad qila olamiz. Buyurtmachilar odatda ushbu beton plitalarni uylardagi hovli zinalar, poydevorlarni bezatishda foydalanishadi. Shu bois ham mahsulot mijozning xohishiga ko'ra turli shakl, rang va hajmda taqdim etiladi. Beton plitalar tayyor bo'lgandan so'ng ish shu bilan yakunlanib qolmaydi, balkim keyingi bosqichga o'tiladi. Ya'ni Furqat aka jamoasi bilan birgalikda buyurtma bergan xonadonga kelib, ushbu beton plitalarni o'zlari o'rnatib beradi. Mahsulotlar haqida gapiradigan bo'lsam, 1 kvadrat metr beton plitalarning o'rtacha tan narxi 25 ming, 30 mingni tashkil qiladi. Bozordagi narxi esa 65 ming so'mni tashkil qilar ekan. Bundan ko'rinib turibdiki, tadbirkor 1 kvadrat metr beton plitalardan 30-35 ming so'm sof foyda ko'rmoqda. Ishimizdan g'ururlanamiz. Juda bir chiroyli fasonlar chiqarib, burchakka plitkalarni hovlilarga to'shab beramiz. Uyda egalarining xursandchiligini ko'rib,
o'zimiz ham xursand bo'lamiz. Qo'limizda mana shuncha hunarimiz bor ekan, shuncha ish qilyapmiz, shuncha tadbirkor bo'lyapmiz, katta-katta, sekin-sekin. Mana shuncha bizneslar qilyapmiz. Biz mana shunday xursandchiliklar ko'rib, kundan-kunga o'sishga harakat qilamiz, izlanamiz. Hozir o'zim mana shu qilgan ishlarimni orqasidan bitta hovli uy-joyli bo'lgan bo'lsam, bitta mashina olganmiz, dastavka xizmatlarini yo'lga qo'yib, texnika qilganmiz, o'zimizga kerakli sharoitlar qilib oldik. Ha, go'zal turmush oila farovonligiga erishish uchun avval sababni qilish kerak. Lavhamiz orqali Furqat Xurramov kabi mehnatdan qochmaydigan yurtdoshlarimiz sanoqli deyishdan yiroqmiz. E'tiborlisi, ularning safi kun sayin ortib bormoqda. Xulosa uchun esa ulardan birini hikoya qildik xolos. Mavzuga yana qaytamiz.